Dubayda eng katta savdo markazi Dubai Malldan ham kattasi aynan mana shu orolda qurilyapti. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham ajoyib, juda chiroyli. Butun boshli yangi infrastruktura shakllanyapti va siz aynan shu yerdan o'z uyingizni xarid qilishingiz mumkin. E'tibor bering, orolning burchagida joylashgan mana shu binodan uy sotib olasiz va sizga butun boshli yon atrof manzara, marina, kemalar, yaxtalar, tabiat hammasi ko'rinadi. Bu yer juda ham obro'li, nufuzli joylardan biri hisoblanadi. Hozir ushbu proyektni jamoat qulayliklari haqida sizga ma'lumot beraman. Tashqi ko'rinishi juda ham zamonaviy bo'lgan ushbu binoda yashash sizga juda ham ko'p imtiyozlarni beradi. Misol uchun, mana bu yoqda oldi tomonda joylashgan basseynga e'tibor beramiz, o'rtoqlar. Bu yerda cho'milish haqiqiy jonni rohati. Bundan tashqari, bolalar uchun o'yin maydonlari, sport bilan shug'ullanish uchun alohida zal, qo'ni-qo'shnilar bilan o'tiradigan alohida dam olish zonalari, club house'lar, xullas qo'yinchi bu yerda hammasi mujassam. Sizga hozir aynan mana shu binoda sizni uyingizni, xonadoningizni ichki holati qanday bo'lishini ko'rsataman. Kirishimiz bilan o'ta zamonaviy, chiroyli hamda yuqori sifatli jihozlar bilan tayyor holga keltirilgan oshxona bizni qarshi oladi. Bu yerda ayollarimiz bir-biridan mazali taomlarni pishirishlari mumkin. Mana bu yoqda gaz plita, idish tovoqlar uchun alohida joy va albatta mana bu texnikalarga e'tibor beramiz. Nemis brendi juda ham yuqori sifatli. Oilaviy o'tirib dam olishingiz, charchoqlarni chiqarish, farzandlaringizni erkalashingiz mumkin. Ko'rishingiz mumkin, juda ham yuqori sifatli jihozlar ishlatilgan. Mana bu yoqda televizori bilan, ya'ni bu yerda to'liq jihozlangan mebellar bilan topshiriladi. Ushbu yotoqxonamiz esa nafaqat dam olish xonasi, balki siz uchun haqiqiy ijodxona hisoblanadi. Bu yerdagi har bitta detallar sizga ilhom bag'ishlaydi. Bu kabi xonadonlarning boshlang'ich narxi $450 ming. Agar sizga batafsil ma'lumot kerak bo'lsa, hoziroq bizga murojaat qiling, to'liq yo'l-yo'riq maslahat beramiz.